Bundan 20 yil oldin norinni hamma o'z uyida tayyorlardi. Gashti esa juda ham o'zgacha bo'ladi. Asasini esa buyurtma norinlar bilan solishtirishga ham hojati yo'q. Bu ketishda bizning farzandlarimiz norin qanaqa tayyorlanishini umuman bilmay qolishadi. Shuning uchun mol go'shtini, to'shlarni yaxshilab tuzlab, ziralab, quritib 2 soat qaynatib pishirib oldik. Sovigandan keyin go'shtini hammamizga qo'shilishib o'g'lim ham to'g'radi. Rost akasini damashli noringa to'sh qo'shmaslikning umuman iloji yo'q. Xamirini qattiq qilib, go'sht bulyoni va tuxum bilan qorib, xamir tungungacha yog'lash uchun mazali qilib paxta yog'ini piyoz bilan dog' qilib olamiz. Xamirni yupqaro yoysanglar norin ili nejni chiqadi. To'rtadan pishirib olamiz. Endi esa eng qiziq jarayon. Oppoqqina yangi salfetkalarimni olib tog'oralarni tagiga yoydim. Xamir suvini yaxshilab shimdi o'zi ham. Yog' qo'limni ham aynan shu salfetkalarga. Bavi bor, nima g'amim bor. Xamir to'ragunimizgacha salfetkalar oppoq. Shu joyda onajonim norin qilib tog'ora kir yuvishlarini esladim. Bavi bilan bo'lsa bu juda yomon son. Hash-pash degungacha dunyodagi eng mazali norin tayyor bo'ldi. Nejni to'shli uyi norinidan olinglar.